Ular o'lmaydi deyishardi. Chunki jangdan keyin ham safi kamaymasdi. Ko'zlari tun kabi qorong'i, ruhi yo'qdek va safi hech qachon kamaymaydi. Bu Ahamoniylar Fors imperiyasining elita qo'shini. Yunonlar o'lmaslar deb atagan 10,000 jangchi. Ularning o'lmasligi sehr emas, tizim edi. Qoidasi oddiy. Kimdir halok bo'lsa, yaralansa yoki kasal bo'lsa, o'rniga darhol boshqasi kirardi. Soni har doim bir xil, 10,000. Dushman kecha yiqilganlarni ko'rardi. Ertalab esa yana o'sha safni ko'rardi. Ular bolalikdan tayyorlangan. Ot minish, kamon, qilich, chidamlilik. Zirhlari harakatni cheklamaydigan tangachali temir. Qurollari kamon, nayza va qisqa qilich. Masofada ham, yaqin jangda ham birday xavfli. Shuning uchun Termopil tor dovonida ham odamlar ularni ko'rganida yurakda bitta fikr uyg'ongan. Bular to'xtamaydi. Shunday sun'iy intellekt videolarini qanday qilishni o'rganmoqchisanmi? Tasvir, ovoz va butun jarayon bosqichma-bosqich. Izohga plus qoldir, qo'llanmani yuboraman.